770 ming so'mdan shu high-tech eshik. Ava, xudo xolasa. Zamok hamma narsasi bilan. Ava. Dastavka shuning ichidan. Dastavka ham ichida, xudo xolasa. Chegaralanmagan Miqdorda. xudo xolasa. Ha, to'g'ri keladilar. Yani 15 kun kutib o'tirishlari shart emas, ketaveradilar. İşi duruşu 1.150 ming so'm. Dastavkasi, zamoki, kullapi, nalichkasi ichida. 1.100 ming so'mmi? 1.100. Assalomu alaykum, Saidxon obunachilari. Yaxshimisizlar, qaramanglar, kayfiyatlaringiz bormi? Bugungi video rolikimizda sizlarga premium kачестводagi sifatli eshiklarni tanishtirib chiqamiz. Arzon narxlardagi eshiklar bo'ladi obunachilar. Xudo xolasa Urganch shahridagi Jahon eshiklar do'konida yetib keldik. Ushbu Jahon eshiklari do'konida eshiklari katta chegirmalarni qo'yib berdilar. Xudo xolasa sizlar bilan ichana girib, batafsil ma'lumot olib chiqishga harakat qilamiz. Video rolikimizni boshlashimizdan oldin kichkina ijodimizni qo'llab-quvvatlab, bir like bosib, kommentariy yozish yoddan chiqmasin. Jahon eshiklari do'konini manzilini tushuntirib beradigan bo'lsam, ro'paramizda Mo'min bozori, Mo'min bozorini orientir qilsangiz bo'ladi. Shuni to'g'risida yo'lni bu tarafida Jahon eshiklar do'koni joylashgan bo'ladi. Saloroqda Zapchast bozor. O'ng tarafga qarab ketadigan bo'lsangiz, Ray Center Buyum bozor tarafga qarab ketasizlar. Asosiy orientir Mo'min bozorining to'g'risida, yo'lni bu tarafida. Assalomu alaykum. Abdulaziz, yaxshimisiz? Savob yaxshimi? Allohga shukr. Bugun Xudo xolasa sizlar bilan birinchi video rolikimiz, to'g'rimi? Keyin chegirmalar bo'lib turibdi, tog'a deb chaqirdingiz. Hozir bir chetdan yurtdoshlarimizga ma'lumot berib o'tasiz. Assalomu alaykum, Saidxon obunachilari. Toshkentdagi sifatli premium kачестводagi eshiklarimiz, high-tech eshiklarimiz. Bular chegirmada, xudo xolasa, liboy vaqti kelib 770 ming so'mdan komplekt hamma narsasi bilan olib harakatib ketishlaringiz mumkin. 770 ming so'mdan shu high-tech eshik. Ava, xudo xolasa. Zamok hamma narsasi bilan. Ava. Dastavka shuning ichidan. Dastavka ham ichida, xudo xolasa. Chegaralanmagan miqdorda. Xudo xolasa. Ha, to'g'ri keladilar. Yani 15 kun kutib o'tirishlari shart emas, ketaveradilar. Skladimizda soni cheklanmagan miqdorda. Ajoyib, zo'r obunachilar ko'ringlar. Ruchkalar ham ajoyib, yaxshi. Ruchkalar. Berlarni ham yuvishingiz mumkin. İçi rezinkalardan beramiz. Ha, rezinkalar ham bo'ladi ichida. Berlarni, joy bor. Aynan. 4 tarafini rezinkalarini beramiz. Sifati yaxshi axir buni. Sifatine garantiyasi bor. Bu oddiy 400 ming, 500 ming so'mlik eshiklar emas. Toshkentdagi eshiklar. Vaqtida 1 million 200 ming so'm do'konimizda sotilgan bular. Tushundim. Buni 3-4 xil assortimenti bor. Imanda seriyasi bor. Bu bejviy sveti, imanda koreshniy sveti bor. Keyin kul rang sveti bormi? Kul rang. Kul rang ham topiladi. Topiladi. 6 xil sveti bor. Tushunarli. Tanlab olaverasiz. Bu ham 770 ha? 770 ming so'm komplekt, xudo xolasa. Obunachilar, lekin haqiqatda arzon narxda bu Toshkentda turibdi. Abdulaziz ukamiz. Lekin zo'r. Qaranglar sifatini ko'ringlar buni. Haqiqatda lekin menimcha narxini arziydi obunachilar. 770 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, neradan bo'ladi dastavkalar? Xorazm bo'ylab, xudo xolasa, bemalol kelib xarid etishlari mumkin. Buni razmerini aytmading? Razmeri standart 1.20 lik ham bor mana. 80lik, 70lik, 60lik farqi yo'q. Xohlagan razmerda ishlab beraveramiz bularni. Tushunarli. Glavniy obunachilar shu o'rni o'zida olib ketaverasizlar. Tayyor turibdi. To'g'rimi? 15 kun, 20 kun yo 2-3 oylab kutmaysiz. Tayyor. Ishonsa bo'ladi, to'g'ri olib ketaverasizlar ekan. Tamam, keyingisi. Eshiklarimiz ko'p. Bular Toshkentdagi eshiklarimiz Krashenli Shotlandiya aynalı. Bu kvadrata sotiladi. Kvadrati 1 million 100 ming so'm mana. 1 million 100 ha, kvadrat. Mana har xil dizaynda yasab beraveramiz. Oq, jemchug, koreshniy. Bu moda hozir 2024-2025 modasi bu, xudo xolasa. Tushunarli. Agar budjetli variant kerak bo'ladigan desangiz, imonli eshiklarimiz bor aynan. Mana ikkita aytilarmadi bu merlari. Prestige neoklassik eshikimiz. Bahasi dim zo'r mana. Ishi durishi 1 million 150 ming so'm. Dastavkasi, zamoki, kullapi, nalichkasi ichida. 1 million 100 ming so'mmi? 1 million 100. Durishi beramiz, ava. Durishi. Ochish ko'rsating. Чистый rossiyskiy narsa bu. Yengil narsa emas, xudo xolasa. Ko'rinishidan ham ma'lum. Bu ham tayyormi shunda? Tayyor eshik bular. Skladimizda bor. Tushunarli. Shu kuni ketadi qarang. Buni ham har xil narsa bor, yon boshida. Malakrat. Plastikga, bu neoplastikga.
Vam şu baxada. Şu baxada ona. 50 min so'm arzon raqam bu. Tushunarli. Ajoyib, lekin zo'r. Keyin mesni eshiklarimiz bor. Bular klassika uslubida yasalgan laminat eshikimiz. Kvadrati 800 ming so'm mana. Xohlagan razmerda, xohlagan dizaynda yasab ham beraveramiz bularni. Tushunarli. Bularning bular. Bularni kvadrati 700 ming so'm. 700 ha. 8lik laminat. Umuman bu xudo xolasa cho'tki narsa bular. Og'irroq ekan ha bu. Og'irroq ham ishlanishida farqi bor. Ko'pincha hozir bozordan ham sotilib turibdi. Ishlanishida farqi bor yana. 3D yana roverda o'yilgan yilma bular. Shkulkasi cho'tki achib atiladi. Kraskasi keyin sapiladi. Zakaz olinadi bu. Zakaz olinadi. Bular Necha kunda bitadi? 20 kunda bitadi xudo xolasa. 20 ha. Korona oynalari yaxshisidan shu kolitdan qo'yib beramiz. Xolanini qo'yib beramiz. Ajoyib. Mana turlari ko'p yana berginning turimiz bor yana. Ha. İçi boshqacha mana. Bular hammasida rezinka bo'ladi ekan ha. Avval Rezinkalari rezinkasini bo'ladi. beramiz. Ruchkalar ham yomon ruchka emas, yana 180 ming so'mlik yana Meloni brendidan ruchkalarni beramiz. Keyin yarma kapı aynalı eshiklarimiz bor. Bular ham kvadrati 850 ming, 800 ming gelishtirib ham beraveramiz bularni. Tushunarli. Belgisini ayting endi. Skromniy eshikimiz yana klassika. Buni kvadrati 700 ming so'm. Buni xohlagan razmerdan, buni ham xohlagan dizaynda yasab beraveramiz buni. Koronalarni ham o'zini qo'shadan aytib, xudo xolasa. Keyin berginli eshikimiz. Bu klassika. Buni shohona uylarga ko'pincha qo'yadilar. Ayollarimiz xohlaydi buni, xudo xolasa. Xohlasa oynalarni bo'ladi. Oynalı, oynasız, razmeridan farqi yo'q. Yarma kapı ham chiqarib beraveramiz. Keyin şunun yanında yine yarma kapı eshikimiz. Buni ham shu laminat. Oynalı, oynasız buni ham yasab beraveramiz. Farqi yo'q, xudo xolasa. Tushunarli. Bu yoqda o'zi rossiyskiy bo'lishi kerak ekan Rossiyskiy, bu yana xudo xolasa rossiyskiy. Bular rossiyskiy, buni bahasi 900 ming so'm, lekin bu premium kachествоdan bu eng oxirgisi bu, xudo xolasa. Gelib sifatini ko'rmayincha hozir ko'rish menimcha bo'lmaydi. Keyinroq, yo'q, zo'r ekan. Yana shu zo'r. Bu Atacento suit, bu Atacento. Zo'r. Buni turlari bir 12 xil turi bor. O'sha haytekimizni Tushundim. Mana qarang, shu durishini o'zi 900 dedingiz, to'g'rimi? 900 ming so'm. Endi ruchkasi bo'lsa, dostavka xizmatlari ishida bo'lsa, 970 ming so'm dostavka ustanovkasi отдельный bo'ladi. Shu dostavkasini, ruchkasini, kullabini 970 ming so'mdan aytib beramiz. Bu tushunarli. yechirda yo'q baho lekin. 970. Ko'rib kelaveradilar. Tushunarli. Keyin orqangizda krashinni so'rab bilgan yana do'stlarimiz bor, og'alarimiz bor. Krashinni eshikimiz bor. Chistin krashinni 8lik, 6lik emas. Ham bu yerda chiqib turgan krashinni emas, sifatini kelib ko'rsa bo'ladi. Yilmaligi, og'irligi, ishi durishi, yana koronalari, hamma narsasi bilan 1 million 800 ming so'm. Krashinni. Krashinni uning baho yo'q lekin. Keyin berginning narsa bor. Buni ham shu 8lik. Bular ham zakaz olinadimi yo tayyor? Yo'q, bu tayyor eshik. Tayyor. Zavodskoy, shu rossiyskiy. Xudo xolasa, bu ishi durishi 1 million 700 ming so'm. Tushunarli. Zo'r. Bundan sizlar iloji boricha shu men sizlarga maslahatim tayyor eshik olganlaringiz yaxshi deb o'ylayman. Tayyor eshik so'rasangizlar, yana ishi o'rtada turgan hammasi tayyor eshikina. Ishi Prestige neoklassika oynalı eshikimiz, ishi durishi tayyor bu, xudo xolasa. Sifatini kelib ko'rsanglar bo'ladi. 1 million 200 ming so'm. Ishi durishi. Tushunarli. Har xil boyna 1 million 300 ming so'm, 1 million 250 ming, 1 million 320 ming, har xil bular. Prestige, bular quyma 1 million 740 ming. Shu eshiklarimizni xudo xolasa libo yerdan solishtirib ko'rib kelaveradilar. Bizdan arzon bo'lsa, undan ham arzon aytib beramiz. Tushunarli. Bular hammasi tayyor, bular. Tayyor. Ajoyib. Platimizda har xil boshqachalari bor.
obunachilar. Aynalı aynasız. Zamonaviy eshiklardan bular. Ajoyib. Abdulaziz manimcha bo'ldi o'xshaydi. Yo'q, xudo xolasa Xullas, bo'ldi. obunachilar, Jahon eshiklar do'koniga kelaverasizlar. Lokatsiyalarni xudo xolasa kommentariyada yozib qoldiraman. Telefon nomerlari videoda yozilgan bo'ladi. Abdulaziz ukamiz sizlarga qo'ldan kelgancha shu ma'lumot beradi. Galishib ham berasiz. Galishib beramiz albatta. Imенно shu bizning kanalimizdan aytib kelsangiz, ana galishib, chegirmalarni aytib beradi. Shu bahodan galishib berasiz. Bu bahodan ham galishib beramiz. Aytib kelsalar, xudo xolasa. Masalan, bemalol bog'lanaverasizlar, hurmatli yurtdoshlar. Xayr, sog' bo'linglar.